hukam arabni ko'rayotgansizlar telefonlarga. U ikki tog'ut buzurg, saffok tarix Rom. Sho'roy arabiga safar qiladi. Qizlariki hanuz balog'atga eshitgan emasdi va hatto qaribul murohiq bolig' bo'lganlari ham bor. Hammasini ustlariga oq qola kiydirilgan, sochlarini ham ochilgan, istiqboli bu saffok tarixga hammasi kalalarini xam qilib bundan istiqbol qiladi. از دست صرافان گوهر ناشناس هر زمان خرموره را با دور برابر میکند. کل نقطه زمینی که بارده همسه عربه عزت برید. سرزمین وحی، اعضای بدن مطهر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم او سرزمینga qo'yilgan. 400 millionga arzishi bor, 400 million dollarga arzishi bor tayyorani Trumpga fe'lan saffok tarixda va hatto lahza shumorlik qiladiki, musulmonni qaysi shaklga qatl qilsa bunga batavri to'hfa beriladi. Aloyim qiyomat emasmi? Qani izzat arab? Qabrida tayga Umar Faruq tay shaxsiyatlarda a'zolari shoyat lahza qilayotgan bo'lsa, man i'tazza bil abd adallahu Allah. Bularning xorligi shuru bo'lganda, qaysiki bandadan agar izzatni tilagida bo'lsa, hatto banda deyishlikka shu saffok tarixda inson sharm qiladi. Banda ko'p yaxshi shaxsiyat bo'ladi. O'rga mazlum bechora Falastinda farzandlari lashlarini sag'hoy darlanda ko'cha va ko'chaga aylantiradi. Va marjai taqlid kulli ummat islomiy ham bor. Hatto ro'za ikimizlarda buyuktarin ibodatimizda, hajj baytullohga borishlik betarin ibodatimizda va farmoni shularga qarab musulmonlar qiladi. Va buni qilayotgan ishiga qarang. Lihoza aziz nasl javonlar, aziz otalarim, buni daqiq biza bilaringki, izzat zillat kimni qo'liga? Alloh subhanahu va taoloning qo'liga. Bir Falastinning vaziyatini men ko'rdim. Bor shoyat do'stlar ko'rgan bo'lsa. Non bir katta qozon shakliga eshittirgan maydagina farzanda yig'lashadi ustiga non eshitmaganligidan. 400 million dollar arzishi bor tayyorani bu tarixga Rossiyaga to'hfa beriladi, ammo musulmonlarning farzandlarini bo'lib Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul. Eshitdim payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, man i'tazza bil abdi adallahulloh. Alloh fano bersin. Kasiki bandadan nimani tilagida bo'lsa, izzatni adallahulloh. Alloh nima qiladi? Xor qiladi. Bavar qiling aziz nasli javonlar. Qasam ba Xudoyki men ki xeyli ma'yusman va alomahoy qiyomat kullan ustimizga kelgan.